Bu buncha chiroyli yasalgan, bunaqa nazokatli ish. Lekin men bu ishni qila olmayman, yorilib ketsam kerak. Lekin bugun podkastimizga shu ishni qila oladigan ekspertlarimizni taklif qilganman. Hozir men sizlarni tanishtirib olay. Men bu ko'rib turganinglar Zaytun daraxti va bularning muallifi bular Diloshim brendining asoschisi Dilrabo keldilar. Buni rostdan ham o'zlari yasaydilar. Bunaqa nechta yasab tashlaganlar bilmayman. Ertalabdan kechgacha ishlayman dedilar. Kurslari bor. Va bizani bugungi asosiy ekspertimiz, bugungi mavzuni ochib beradigan ekspertimiz Fatima Umarova. Ular logoped psixologlar. Va bizani Latofat bilan blogini egasi, bizani asosiy boshlovchimiz Latofat. Bularni ochib tashlayman. Mana bu qo'l motorikasi qanchalik foydaliligini hamma bilsin. O'rganishni xohlaydiganlar kommentga yozsin. Fatima opam bilan shug'ullanishni xohlaydiganlar sizlar ham yozsanglar bo'ladi. Mikrofonni sizga qoldiraman. Mana qanaqa go'zallik. Mana shu psixologik olamda va insonlar o'rtasida bir fikr yuradida, xalirik insonlarni kuchli, zo'r insonlar deb o'ylashadida, melanxolik insonlarni ular voy og'ir bosiq, gapini ham eplab gapira olmaydigan insonlar degan fikr yuribdi-da, lekin yaratgan hammani bilib hayotga kerakli qilib yaratganda, mana shunaqa agar melanxoliklarimiz bo'lmaganida, shunaqa go'zal asarlar yaratilmagan bo'lardi. Bizani tilla zanjirlarimiz go'zal qilib bezalmagan bo'lardi. Qanaqa o'zingiz fikringizni bildiring endi. Qanaqa yaratyapsiz bu go'zallikni? Men o'zi bolaligimdan bu sohaga qiziqqanman. Bolaligimdan shu narsani yasaganman demayman, lekin nimadirlarni bizib yana qayta yasab qo'yishni xohlardim-da. Juda ichimdan shunaqa orzuyim, niyatim bo'lgan. Gapirishim kerak. Ovozingiz pastda, shu payt qo'shib ketavering, siz uni alohida to'xtalyapmang. Yo'q, endi buni boshqatdan gapirishim kerak. Baribir gap uzildi, shu joyda qo'shib keta qolay. Ichlaringlarda kim xalirik, kim melanxolik yozib ketinglar, menga bu juda qiziq. Menimcha, oranglarda ham shunaqa go'zalliklar yaratishga qiziqadiganlar bo'lsa kerak. Bu birdaniga tug'ilib qolmaydi deb o'ylayman. U narsani birinchi ko'rish kerak, yoqtirish kerak. Shu narsani ichidan his qilish kerak, qanaqa bo'lishini. Keyin o'sha narsani o'zi yasashni xohlaydi odam, ichidan qiziqadi. Bir xilla to'g'ri sizga o'xshab, bir xilla faqat tayyorini olishni xohlashadi. Bir xilla o'zi o'sha go'zallikni yaratishni xohlashadi. Men o'sha tipdagi odamlardanman. Mana shuni yaratayotgan jarayoningizda inson yashash kerak-da uni ichida. To'g'ri. Misol uchun qanaqa bo'ladi shuni emotsiyasi, yasaganda, yaratganda o'zingizga nima olasiz va bu hayotingizga qanchalik quvvat beradi, kuch beradi va albatta qanchalik darajada moddiyat beradi sizga? Xo'p, birinchi o'rinda nimadir yasamoqchimanmi? Primerni tasavvur qilib olaman. O'sha narsani mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa joyda turadi deb tasavvur qilaman. Iloji boricha o'sha tasavvurimdagi narsani yaratishga harakat qilaman. Lekin ayrim holatlarda shunaqa bo'ladiki, nimadir tasavvur qilaman, lekin undan chiroyliroq chiqib qoladi. Ayrim holatlarda tasavvur qilganimdan ko'ra xunukroq chiqib qoladi. Uni biz tashlab, yana boshqatdan yasagan vaqtlarim ham bo'lgan. Shunaqangi energiya beradiki, agar o'zingiz xohlagan narsani chiqarsangiz yoki bo'lmasam biror bir insonga sovg'a qilmoqchi bo'lib turib, o'sha insonni xarakteridan kelib turib o'sha narsani yasab sovg'a qilsangiz juda ham maza qilasiz. Bu meni o'sha boshida bu ishni boshlamasimdan oldin bo'lgan hissiyotlar. Hozir men faqat ko'p holatlarda buyurtmaga yasayman, klientlarimni buyurtmasiga asosan yasayman. Bu soha, bu hunardan moddiy tomonlama ham ancha-muncha energiya bo'ladi. Moddiy tomondan ham o'zingizni ichki emotsiyalaringizni qo'shib yasaganingizda ham odamni maza qilasizda. Shunga vaqtingizni sarflayapsiz, demakki shu moddiyat tomonidan ham haqiqatda natija olyapsiz-da. Albatta. Moddiy taraflama sizga motivatsiya bo'lmasa, bir tomonlama bo'lib qolsa, siz уже u sohadan, u hunardan qiziqishingiz so'nib qoladi. Moddiy tomondan ham sizga motivatsiya bo'lib turishi kerak.
Fatima opa, siz mana shu logoped mutaxassis sifatida albatta o'sha bolalar va kattalardagi shu motorikalar bilan ham ishlaysizda. Shunaqa bejirim narsalarni yaratish insonni salomatligi tomonidan va aynan faqat yosh bola emas, ayollarni sog'lomligi va ularni xotirasini rivojlantirish uchun ham qanaqa foydalari bor? Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik har bir ayol men xolirikman, melanxolikman deb bo'lib o'tirmasdan qanchalik hayotiga kirgizishi muhim bu narsani? Albatta bu juda ham chiroyli kasb, eng foydali kasblardan biri. Chunki bu qo'l mehnati, qo'l motorikasi inson miyasini juda ham rivojlantiradi. Qanchalik siz mazza qilib ish qilsangiz, qanchalik qo'l mehnatini qanchalik qiziqib, mazza qilib qilsangiz, shunchalik sizni yana ham qobiliyatingiz oshadi, yana ham nimalardir qilgis keladi, ideyalar oshadi. Miyani rivojlantirgan sayin fikrlash o'sadi, dunyoqarash kengayadi. Buni nafaqat ayollar farzandini ham yoniga qo'yib ham, masalan, nimadir mayda detallarda yordam berishni so'rasa ham, bu bolaga ham ta'sir qiladi, bola bilan muloqot bo'ladi, emotsiyalar, onasini emotsiyasini his qiladi, bolasi qo'shiladi. Bu ham ona bilan bolani birgaligini olib boradi. Endi u to'g'ri ko'p onalar uyda bo'ladi, to'g'rimi? Bu kasb asosan uyda o'tirgan ayollarga, yosh bolali ayollarga juda foydali hisoblanadi. Yana shu o'rinda bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Nogironligi bor, harakati cheklangan ayollar ham tushkunlikka tushmasdan mana shu qo'l mehnatini qilsa ham ularga ham quvvat beradi, siz aytganingizdek ham moddiyat beradi. Ya'ni ular hayotga tushkun bo'lib qolmaydi, men hayotga kerak emasman, hayotda qiziqishim yo'q, men hech kimga kerak emasman degan anaqada tushkunlikda bo'lib qolmaydi-da. Nimadir foydasi borligini ko'radi. Yaratayotgan narsasidan zavqlangan sari uni ham hayotga qiziqishi, yashashga qiziqishi ortadi. Shu o'rinda men ham tavsiya bermoqchiman, agarda sizni farzandlaringiz orasida nogironligi bor bo'lgan, harakati cheklangan farzandlaringiz bo'lsa, ularni mana shu tomondan qobiliyatlarini o'stirish mumkin. Mana shu kasbga, mana shu sohaga yo'naltirgan holatda farzandingizni jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam berishingiz mumkin. Hurmatli onalar, aytmoqchiman. Dilrabo, sizga bunga bunday o'rganishga oid shu kurslaringiz qanaqa imkoniyatlar bor? Bizda hozirgi kunda 3 bosqichda kurslarimiz bor. Birinchisi o'sha mayda shunaqa shunga o'xshash shu tipdagi gullarni o'rgatish kursimiz, ikkinchisi katta daraxtlarni o'rgatish kursimiz bor, uchinchisi bizda katta obyektlarga dekor yasash kurslarimiz bor. Ularni ayollar bemalol o'sha asosiy ishdan tashqari turib ham qo'shimcha daromad sifatida o'rganib, o'zligiga daromad qilishligi mumkin, biznes ochishligi mumkin. Albatta, o'zim ham shu mutaxassis sifatida psixologiyani uzoq yildan buyon o'rganib kelayotgan inson sifatida shuni tavsiya qilib qolamanki, aynan har bir insonga bunday go'zallikni yaratish nima uchun kerak? Ayollar, insonlar mana telefonda ayniqsa shorts videolarni, reelslarni ko'rgan sari tezlashib ketib qolishadi-da. Bu bilasizmi, farosatga juda katta ta'sir qiladi. Sababi aynan kasbdan kelib chiqib ayta olaman, shuni masterlik faoliyatimdan o'zaro bir-birini tenglash va hattoki shunga ham sabr toqat qolmaslikni boshlaydi-da. Bu oilada ham nizoga olib keladi-da. O'sha qaynona, ota-onani eshitmaslik u yoqda tursin, turmush o'rtoqlar o'zaro bir-birlarini eshitishga ham toqati qolmaydigan darajada tezlashib ketib qolishadi-da. Aynan mana shunaqa go'zalliklarni yaratish va yana ham buni foydasi shundan iboratki, bu to'xtab insonni ko'proq qilayotgan vaqtida anglashga olib boradi. Inson yana ham o'zini tanishi va o'zini anglashiga ko'proq foydasi yetadi deb o'ylayman. Fatima opa, shu o'rinda aytib o'ta olasizmi? Mana shu bolalikdan boshlab shundaqa kasblarga yo'naltirgan, ularni o'sha telefondan qanchalik ajralishlari va ota-onalarni qanchalik eshita olishlariga yordam beradi deb o'ylaysiz? Bu hozirgi zamon ayniqsa muammosi hisoblanadi. Gadjetlarga, telefonlarga bolalarning yopishib qolishi. Mana shu hattoki mayda detallar bilan mana shu bolaga o'rgatilishi bolada kommunikatsiya, ya'ni rivojlanish boshlanadi. Hayotga o'zini qiziqishi, nimani yo'nalishini topsamikin degan qobiliyatlar oshadi. Bolada bu yerda har bitta ona bolasini
5 ta bolasi bo'lsa 5 xil xarakterda bo'ladi. Kimdir boya aytganingiz xolerik, flegmatik, unga qaramasdan bolani o'sha qiziqishiga qarab yo'naltirish kerak bo'ladi. Har bitta yo'nalishda bola o'zini topadi. O'ziga kerakli joyini topadi. Yoshligidan bola chizishga qiziqdimi, sen rassom bo'larmiding? Kerak emas, rassom bo'lishing deb onalar ko'plar urush berishadi. Va bu bolani qiziqishi so'ndi, bo'ldi. Meni fikrim inobatga olinmaydi deydi-da bola. Ota-onasining majburligida, ota-onasining so'zini aytganini qilib, hayotda borib o'zi istamagan kasbda bo'lib qoladi. O'zi istamagan kasbda ishlab, undan quvvat olmaydi. Ishga borgisi kelmaydigan ayoli bo'ladi. Bugun yana ish, bugun yana o'sha rahbar, yana gap eshitaman degan fikrda uyg'onadi. Ya'ni bu yoshligidan o'zini xohlagan yo'nalishda ketmagan va ota-onasining majburiyligidan o'sha aytganini qilib ishlagan ayollar bo'ladi. Shuning uchun ham hozirdan kichkinalikdan mana farzandlarning qiziqishini ko'ra bilish, ularni shunga yo'naltirish. Rasmga qiziqdi degani rassom bo'lib ketadi degani emas. U rasm chizadi ma'lum muddatda va uni tashab qo'yish ham mumkin-da, boshqa qirrasi ochiladi va o'sha boshqa narsani shug'ullanadi, boshqa qirraga o'tadi. Masalan, men o'zimda farzandim 12 yoshli o'g'lim 9-10 yoshida ovqat narsalar pishirishga qiziqardi-da, qilib ko'rardi. O'sha paytda men unga taqiqlamaganman. Sen nima, konditor bo'larmiding? Xotinlarning ishini qilma, ayollarning ishini qilma demaganman. Qilyaptimi, o'rganyaptimi, kuydirsa, bu gal hech narsa qilmadi, keyin safar bo'ladi, kuyibdi, hech narsa qilmaydi deb qaytanga rag'batlantirganman. O'zi 10 yoshligida kanal ochib, oson mahsulotlardan, uyda bor mahsulotlardan qilsa bo'ladigan qilib retseptni tayyorlagan. Mana hozir 17 yosh, bolam konditor bo'lib ketmadi. Shunchaki o'sha paytdagi qiziqishini, qobiliyatini ochib, keyingi qobiliyatiga o'tdi. Ya'ni IT sohasiga, boshqa yo'nalishga qiziqishi oshdi. Bu bilan bolani qobiliyatini eshita biling, ko'ra biling. U qiziqdimi, demak o'sha yo'nalishga berish kerak. Taqiqlash kerak emas. Qancha cheklov bo'ldi, bu bolani ruhiyatiga ham ta'sir qiladi. Haqiqatdan ham bolaga, yosh bolani bo'ladimi, kim katta insonni bo'ladimi, inkor qildingizmi, o'sha o'rtada katta jarlik paydo bo'lishi boshlaydi va albatta o'sha joyda nima deydi, muammo shakllanishi boshlaydi. Inkor etish mumkin emas. Faqat bu yoqda albatta qilib ko'rishiga nima deydi, imkoniyat yaratib bersangiz, o'sha haqiqatda bolalarimda ham shunaqada o'zi qiziqmay ketishlari mumkin, lekin qat'iy inkor etish mumkin emas. O'rnini almashtirish mumkin. Savolim bor edi. O'zingiz farzandlaringiz bu sohangizga qanchalik qiziqishadi? Yoningizda bo'lishadimi, siz bilan baravar qilishadimi? Mening 5 ta farzandim bor. Katta qizlarim ham ancha o'rganishagan. Ancha bu sohani o'rganib qolishgan. Menda eng qanaqadir zavq bag'ishlaydigani kichkina qizim, 4 yoshli, 5 yoshli qizim ham kelib yonimda o'zicha bir narsalar yasaydi. Ideya olishingiz mumkin. Ayrim holatlarda o'sha jiyanlarim ham bor, ular ham kelishadi, nimadirlar yasashadi, keyin mana shu yasab qo'ygan narsalarimni yoniga nimadirlar qo'shib qo'yishadi. Haqiqatan chiroyli chiqdi degan fikr keladi-da, nimadir yengillik yaratib qo'yishadi, o'zingiz bilmagan holatda. Bola qilgan ishni qilgan. Shunda chiroyli. Shunaqa, ularning qalbi ochuvda. Durdona, qancha vaqtimiz bor? Xo'p, podkastimiz foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta savollarimiz juda ko'p sizga, lekin vaqtimiz chegaralangan. Logoped, psixolog mutaxassisimiz Fotima opamga, ya'ni siz bilan ajoyib qiringiz faqat logopedlik emas, o'sha bola bilan ona o'rtasidagi munosabat va bu bilan kelajakni yaratish uchun Fotima opamga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunaqa go'zal san'atni yaratishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Dilraboga murojaat qilishingiz mumkin. Bular ham buni yana zo'r tomoni sovg'aga doim qidiramiz-ku, pul to'lash, bu albatta nima-ku, qancha arzon narsa olib borsang, yoqmasligi, boshqa holatlarni, bunaqa go'zallikni qo'lingdan yaratib borganingda hammaga yoqadi-ku. Tavsiya qilib, insonni o'zi ham xursand bo'ladi-da, chunki bu qalb bilan yaratilyapti va o'zim tavsiya qilib qolaman. Latofat bilan blogimda
kim o'zini ochmoqchi bo'lsa, mana shunaqa talanti, ijodi ichida qaynab yotgan bo'lsa, murojaat qiling. Bu yoqda podkast qilamiz. Hamma narsa oddiy, bu yoqda talab yo'q, shart yo'q. Hamma o'zimizga o'xshagan ayollar, yordam beramiz. Mana Durdona, keling. Biz bu tomonidan ochib beradigan bo'lsak, Durdona uni ijtimoiy tarmoqlarda zo'r qilib, eng ideal darajada samimiy qilib, o'zlari joylab, bu sohada yordam beradilar. Mani ham reklamam ketyaptim men. Asosiysi sizda-ku, bizni bilgan bilan Biz ekspertlarni ochish bilan shug'ullanamiz. Men ekspertlarni ochaman deb o'ylasam, siz mendan battar ekansiz. Latofat bilan blog tashkil qildik. Latofat bilan deb YouTubedan qidirsanglar chiqadi va Latofatga bemalol intervyuga kelsangiz bo'ladi. Bizada qo'l mehnati bilan shug'ullanadigan Diloshim brendi asoschisi men bilan o'rganinglar qizlar. Qaranglar, men chiroyli qilib mana shu yasab turganman o'zim. Keyin bunichi olib tashlab boshqa gullar qo'ysam bo'lar ekan, o'lmaydigan, faslga qarab o'lmaydigan narsaga. Har ko'rganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi, sizga dohod olib kelib turadi. Dilrabo ham shuni orqasidan ko'p ishlar qilganlar. Bizning logopedimiz agar farzandlaringiz bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa vaziyatlar bo'lsa, birpasda hal qilib beradilar. O'zlari ham rosa ochiqlar, to'g'rimi? Yengil qarayotganlar bir xil o'qituvchilar zahar bo'ladi-ku, logopedlar. Yo'q, farzandlar bilan yumshoqlikda muomala qilib, muammolarga yechim beradilar. Hammalarini sahifalarini linki video tagida joylanadi, bemalol bog'lansanglar bo'ladi. To'g'rimi Latofat? Rahmat hammaga. rahmat, umr ishinglar.